Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan inson qilipidan chiqqan qamal davomlashayotgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sinlar xalqning ochlik azobi tortayotganligini ko'rsatib bermoqda. Bir videoda uyga qamalgan bir echinishli holda ochlikdan o'lib ketib qolgan. Buningga o'xshash yuzlagan sin ko'rinishlari xalqning qanday echinishli holga tushib qolganligini ko'rsatib bermoqda. Ko'rayotganinglar bu echinishli ko'rinishlardan ba'zilari. Sharq Turkistonda G'ulji boshlig'ida nurg'un shahar va yezlarda xalq necha oydan buyon uylarga qamalgan bo'lib, ba'zi uylar sirtdan taqib o'tilgan. İctimai taratqularda tarqalgan sillarda G'uljida davomlashayotgan karantinda yemeklik yetishmaslik sababidan yashanganlar va bolalarning o'lib ketayotganligi ko'rsatilmoqda. Eng yangi uchurlarga qaraganda G'uljida ocharchilikdan va qamalga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Shuning bilan birga Xitoyning virus bahonasi bilan necha oydan buyon qamal qilingan G'uljiga harbiy qismlarni o'rinlashtirishga boshlaganligi ilgari surilmoqda. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston Madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash tajovuzchi Xitoy hokimiyatining virusni bahona qilib cho'ng qirg'in qilishga tayyorlik qilayotganligini ta'kidladi. Abdujalil apandi Xitoyning Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining poytaxti bo'lgan G'uljida 1997-yili cho'ng qirg'inchilik qilganligini eskartib, xalqning hushyorlikni o'stirishga, bo'libmi erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarni butun imkoniyati bilan Xitoyning jinoyatlarini fosh va zulmga qarshi turishga chaqirdi. Kishilik huquq tashkiloti qo'g'dug'uvchi muhofizatchilar 6-sentabr uydagi qamal Xitoyning nazarband qilish usulini kengaytirishi mavzuliq dokument e'lon qilgan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari belgilangan turalg'ularni nazorat qilish orqali sezgir shaxslar deb atagan kishilarni uzun muddat tutib turgan. Bu Xitoyning tutqun qilish qilmishlariga qarata tekshirishni qiyinlashtirgan bo'lib, nazarband qilinganlarning huquqiga kafolatlik qilish tasdiq to'xtaydi ekan. Dokumentda aytilishicha, nazarband qilish qilmishlari Shi Jinping davrida hassalab oshgan. Xabar qilinishicha, dunyodagi eng chong o'zak shirkatlarining biri bo'lgan Kaliforniyaga joylashgan Nvidia Amerika hukumatining Xitoyga eksportni to'xtatish to'g'risida yo'l yo'riqni topshirib olgan. Bayonotga asoslanganda, Nvidia ishlab chiqargan A100 va H100 o'zaklari bu qarorning ta'siriga uchraydi ekan. Bu qaror bilan Xitoydagi shirkatlar ilib berayotgan sun'iy idrok va chiroy tonish texnikasi qatorliq tadqiqotlar faoliyatga tushib qoladi ekan. Tajovuzchi Xitoy hokimiyati ochlikdan shikoyat qilgan Uyg'urlarni terrorchi va bo'lgunchi deb jakarladi. Xitoy doiralari avgustdan boshlab Sharq Turkistonning Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarini butunlay taqidi. Bu haftaning 5-dan boshlab rayondan o'lim xabari va kishilarning yordam talab qilish faryodi kuchaydi. Xitoy bularni inkor qilish bilan birga xalq tahdid silishga boshladi. Ijtimoiy taratqularda tarqalgan bir singa qaraganda Xitoyning nol Covid siyosatiga amal qilmaganlar va ocharchilikdan og'ringanlar hokimiyatni og'dirish va davlatning butunligiga buzg'unchilik jinoyatini sodir qilgan bo'ladi deyilgan. İctimai taratqularda ham bakirlangan sinalg'u ko'rinishlardan qaraganda Xitoy hukumatining Sharq Turkiston xalqiga qarshi yo'lga qo'ygan atalmış tadbirlari borgan-sari qabihlashmoqda. Dünya Uyghur Qurultayıning sobiq raisi, Uyg'urlarning ma'naviy onasi Robiya Qodir bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston xalqi necha oydan buyon uylariga turmaga o'xshash qamaldi. Bo'libmi yaqindan beri qattiq qamalda qilayotgan Uyg'urlarning uylariga vaqti-vaqtida yemak-ichmak ta'minlanmaganlikdan uşaq bola-chaqalarni o'z ichiga olgan bir oila kishilarning ochlik azobi tortayotganligi, hatto ba'zi oilalarning intayin qimmat bahoda setib berayotgan yemekliklarni setib olishga qurbi yetmay osh qilayotganligidek videolarning bag'ansiri ko'payishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda edi. Robiya Qodir xonim dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni Xitoyning zulmiga qarshi harakat qilinishga chaqirib bundoq dedi. Bunun uchun faoliyatchi bo'lish ketmaydi. Hammaylar o'zimiz turishlik davlatdagi hukumat amaldorlari, parlament a'zolari va kishilik huquq tashkilotlariga maktub yozish va ommaviy taratqularda tarqatish orqali Sharq Turkistondagi mazlum xalqning ovozini anglatishimiz lozim.